Assalomu alaykum. Dacha.uz kanali obunachilari. Bugungi avzorimizda Toshkent vodiy yo'lini bog'lovchi Qamchiq dovonida olib boryapmiz. Endi bu hududda joylashgan Lazbi dam olish maskani haqida qisqacha avzor qilamiz. Bu dachamiz haqiqiy jaydari insonlar uchun mo'ljallangan va jaydaricha dacha hisoblanadi. Bu yerga kelib faqat tabiat qo'ynida mazza qilib dam olishlari mumkin. Bugungi sanamiz 2026-yil 12-aprel kuni. Xo'p, atrof mana shunday go'zallikda daraxtlarimiz endi mana baxt chiqaryapti. Hozirgi kunda ko'p dam oluvchilarimiz Lola sayli bahonasida tashrif yurishyapti. Hozirgi kunda mana shu may oyi o'rtasigacha shu atroflarda Lola sayli va mana shunday dam olish uchun qulay vaziyat hisoblanadi. Hozir mana dachamiz haqida qisqacha avzor qilamiz. Videolarimiz agar yoqsa, obuna bo'lishni unutmanglar, like bosinglar va eng yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar va bu albatta video sizlar uchun manfaatli hisoblanadi. Mana dachamizni kirish qismi, telefon nomerlari 24 soat ishlaydi. Mana atrofda qor manzaralari, yashillik, haqiqiy tog' havosidan nafas olishlari mumkin. Xo'p, dachamiz hali to'liq ish faoliyatida emas. Mana endi bu yerga kelishgan mana 3-4 kun bo'libdi. Sekin-asta ishlar yo'lga qo'yapti ekan. Bu hududimiz katta kollektivlar uchun mo'ljallangan. Ya'ni mana shu yerda ko'p dam olishi mumkin. Albatta bu yerda yotib olish uchun ham sharoitlar bor. Ya'ni dachamiz ichi bog' bilan o'ralgan. Mana bunday tapchalarimiz yonida so'rilar mavjud. O'choqlarimiz bor. Bemalol o'choqda gazda taom qilishi mumkin. Dachamizga kirib kelish joyi. Mana shu bog' bo'ylab demak tapchalarimiz o'rnatilgan. Haqiqiy tog' nafasida dam olishlari mumkin. Mana tapchalarimiz. İnşallah mana ish faoliyatini endi boshlashyapti. Hop, pastimizda soy oqadi, soy mavjud. Mana bu tapchalarimizni umumiy ko'rinishi bemalol bu yerda dam olish mumkin, hamma sharoit yetarli. Bundan tashqari o'sha mabodo sutkalik keluvchilar uchun ham albatta uy xonalarimiz joylashgan. Bemalol shu yerda qolib dam olishi mumkin. Va bundan tashqari bu yerga odam olib keluvchi shofer akalarimiz uchun ham sharoit yaratib berilgan. Ularga mana shunday alohida so'rilar, tapchalar ajratib beriladi. Bu yerda dam olishi mumkin. Bundan tashqari bu yerda mana shu tepaga tog' qismiga olib chiquvchi labo xizmatlari ham mavjud. Ya'ni o'sha lolalarimiz tog' tepasida ko'proq ochilgan, ana shu joylarga labo xizmatlari bu yerda doimo ishlaydi. Xo'p, dachamizni ya'ni bu yerda bitta odamga dam olish narxini e'lon qiladigan bo'lsak, ya'ni bu joyda agar ertalab kelib kechqurun qaytiladigan bo'lsa, bitta odamga 40 mingdan narx belgilanyapti. Agar sutkalik qolinadigan bo'lsa, 2026-yilgi narxi demak 80 ming. Ya'ni bir kishi uchun sutkalik narxi shu. Xo'p, bundan tashqari ta'kidlab o'tishim lozim. Agar bizning kanalimiz nomidan chiqiladigan bo'lsa, albatta bu narxlarga skidka qilib beriladi va narxlar tushib beriladi. Xo'p, bundan tashqari bu dachamiz ko'p dachalarda, masalan, shanba, yakshanba kunlari narx ko'p dachalarda oshib yuboriladi. Bu dachamizning narx bir xil. O'sha dam olish kuni ham yoki sezon paytlarida ham narxlar bir xil hisoblanadi. Marhamat, dachamizga tashrif buyuringlar. Haqiqiy tog' nafasini tabiat qo'ynida his qilish uchun marhamat tashrif buyurishlaring mumkin. Dachamizda endi to'g'ri kam-ketik joylari bor. Endi faqat bu joyga bilasizlar, dam olish uchun kelinadi inson va albatta mana shu dam olish orqali o'zining salomatligini, o'zini mana shu jismoniy holatini tiklab ketadi. Maqsad shu. Xo'p, qadrli obunachilar, videolarimiz agar sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar va obuna bo'lish
tugmasini albatta bosinglar va videolarimizni doimo eng yaqin do'stlaringizga ulashib qo'yish yodlaringizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar. Dachuz kanalida uzoqlashmanglar. Zo'rlari hali oldinda.